Koreyada top 3talikka kiruvchi, aynan siz o'qishingiz kerak bo'lgan Osiyo Garvard nomi bilan mashhur bo'lgan universitet Yonsei universitetini obzor qilib berishga harakat qilaman. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Bugun sizlar bilan Koreyadagi Sky universitetlar qatoriga kiruvchi Yonsei universitetini birgalikda aylanamiz hamda qo'limdan kelgancha obzor qilib berishga harakat qilaman. Yonsei universiteti Koreyada top 3talikka kiruvchi hamda dunyoda top 70talikka kiruvchi eng obro'li universitetlardan biridir. Universitet ham zamonaviy ham tarixiy uslubda qurilgan hisoblanadi. Universitet esa 1855-yilda tashkil topgan hamda bir asrdan ham ortiqroq tarixga ega. Universitet meni hayron qoldirgan narsasi, bu universitetda bironta mashina ko'rmadim. Ya'ni universitet parkovkasi yer ostida, yer ustida esa universitet, juda ham ajoyib. Yonsei universitetida huquq, meditsina, biznes hamda astronomiya, ya'ni kosmonavtika fakultetlari bo'yicha yetakchi universitet hisoblanadi. Bundan tashqari, ushbu universitetda mingdan ortiq fakultetlar hamda 30 mingga yaqin talabalar tahsil olishadi. Universitet bahori juda ham chiroyli bo'lib ketadi. Atmosfera esa prosta boom. Hattoki men universitetga kelin-kuyovlarni ham ko'rib qoldim. Ular o'zlarining baxtli kunlarini ushbu universitetda nishonlagani kelishibdi. Aytgancha, agar siz ham ushbu universitetda o'qimoqchi bo'lsangiz, sizga kamida IELTS sertifikatidan 6 yoki TOEFL sertifikatidan 3 daraja talab qilinadi. Kontrakt narxlari esa yo'nalishlarga qarab $4000 dan boshlanadi. Agar siz ham Yonsei universitetida o'qish niyat qilgan bo'lsangiz, kommentariyaga plus qoldiring hamda Forward Agency'ga obuna bo'lib qo'ying, chunki u yerda juda ham ko'p Koreyaning top universitetlarini obzor qilib boraman.